Osteopatiya bosh og'riqda, bo'yin og'riqda, bel og'riqda, artroz, artrit, gryija bo'lganda juda samarali bo'lishi mumkin. Lekin osteopatiya juda samarali bo'lib, hamma kasalliklarni davolay olmaydi. Chunki misol uchun o'tkir holatlarda, o'tkir jarohatlarda osteopatiya albatta yordam bera olmaydi. Qon aylanishiga yaxshi ta'sir qiladi. Mushaklar spazmini bo'shatishga juda yaxshi yordam beradi. Organizmda qon aylanishiga yaxshi ta'sir qiladi. Mushaklarda spazm bo'lsa, o'sha spazmni bo'shatishga juda yaxshi yordam beradi. Himoya qilish mexanizmlarini ko'tarishga, qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Albatta bundan birinchisi bu gryija межпозвоночный diski. Ko'p holatlarda osteopat muolajalar yordam berishi mumkin. Bu ham odam ahvoliga qarab, gryija razmeriga qarab, agar namuncha katta emas bo'lsa, albatta osteopat yordam berishi mumkin.